Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston Superligasi 27-turdan o'rin olgan Navbahor va Nasaf uchrashuvi yakunlandi. Uchrashuvda ikki jamoa ham 0-0 hisobida durang qayd etdi. Nasaf jamoasi yana muhim ochkolarni qo'ldan chiqardi. Shu tariqa qarshiliklar ochkolar sonini 58 taga yetkazib olishdi. Ajdarlarning chempionlik uchun kurashdagi raqobatchisi Neftchi esa 26 o'yindan so'ng bor yo'g'i 1 ochko ortda qolishmoqda. Farg'onaliklar 27-tur bahsini 2-noyabr kuni o'z uylarida Surxonga qarshi olib borishadi. Aziz futbol ishqibozlari, siz nima deb o'ylaysiz? Bu chempionlikda Nasaf chempion bo'ladimi yoki Neftchi? Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'lingizlar.